Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana shunday tartibda biz chorvani tashkil qilganmiz, qo'ychilikni. Hop. Qo'ralarimiz ham oddiy uslubda, rasxodni kam qilgan holatda mana shunday tashkil qilganmiz. Biz uydan chiqarmasdan turib, qir'adir, tog'larga bermasdan turib, yubormasdan turib qo'ylarni uyda yetishtirib, sog'liqlardan qo'z olmoqchimiz. Biz bu tajribani 2 yil mobaynida bir nechta qo'yda bir qiziqib kuzatib ko'rdik. Uydan chiqarmasdan, uyda parvarish qilib, bu effekt bergandan keyin mana shunday qilib bir hozir ko'paytirishga qaror qildik. Bu sog'liqlarimiz bu yerda 30 tadan oshiqroq. Buni yana ham rivojlantiramiz. Bu nima uchun bunday tashkil qilinyaptiki? Buni sabablari juda ko'p. Navbatdagi videolarda fikrlashib ketishga harakat qilamiz. Mana yontoqlar yig'ib qo'yibmiz. Endi bular drabilkadan chiqariladi. Beda yemish bilan qo'shilib mana shunday uslubda tashkil qilganmiz. Fikrlarimizni bo'lishib boramiz. Bizning YouTube kanalda, Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib, qo'llab-quvvatlab turingizlar azizlar. Bundan tashqari tumanimizni, viloyatimizda, Surxondaryo viloyatining bozorlarini, umuman chorva sohasidagi yangiliklarni sizlar bilan bo'lishib borishga, fikrlashib borishga harakat qilamiz, yoritib borishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lingizlar. Hammaning ham chorvasiga Alloh baraka bersin.